Nasos katta bo'lgani bilan ham bor, bari o'sha yerda ishlatayotgan odamga qarab ishlaydi-da. Suv bor edi, nasos yonganda 10 tonna olishni boshlaganda va shu 0 bo'lib qoldi manometr. Filtr tiqilgan bo'lishi mumkin. Turba kichkina bo'lishi mumkin. Bu turba kichkina bo'lganda 3 davleniya bor, to'g'ri, 3 davleniya bor. Просто suv o'zi kam, kuba kam. Chunki ham kattadir anaqa bor, siqilish bor. Lekin davleniya bor, zo'r, ani kuch bilan bo'lib turibdi, lekin kuba kam, filtr tiqilgan. Ana shu ikkita narsa bo'ladi. Agar bitta nasoslar qo'ygan bo'lsangiz, bitta suv yetmayapti, qizyapti, u yoqida bu yoqida desa, kirayotganda manometrda necha deysiz? Kirayotganda manometrda bir narsa bormi? Qimirlab 0.2 mi, 0.5 mi turibdimi deysiz? Mana shunaqa turibdi desa, 0 ga tushib ketdi desa, demak, kirish diametrini yoki noto'g'ri yoki filtr to'lgan. Kirishda 0.5, 1 davleniya bor, chiqishda davleniya yo'q. Nasosdan keyin yetmayapti, chiqmayapti suv. Kirilchatkadan bo'lishi mumkin, havodan bo'lishi mumkin. Havo yig'ilib turib olgan bo'lsa, nasos ichi kirishi zo'r bo'lsa, nasos qancha aylanayotgan bo'lsa ham bu yoqqa suv o'tkaza olmaydi.